Dunyo sahnasida qanday yangiliklar ro'y bermoqda? Bu siz uchun qiziqmi? Unda Mushtariy Mamatqulova lavhasini ham o'tkazib yubormang. Germaniyadagi velopoygada keksa ayol sabab zanjirli to'qnashuv yuz berdi. Elektr moped mingan katta yoshli ayol shunchaki poygani yaqinroq tomosha qilishni istab, poygachilar yo'lga chiqib ketgan va ommaviy to'qnashuvga sabab bo'lgan. Hodisa oqibatida bir necha sportchi yengil jarohat olgan. Kuchli shamol va shiddatli yomg'ir ostida qolgan El Salvador ko'chalarida ulkan futbol to'pi paydo bo'ldi. Futbol bo'yicha jahon chempionati ramzi sifatida o'rnatilgan bu bahaybat konstruksiya shiddatli bo'ron sababli o'z poydevoridan uzilib ketgan. Guvohlar tomonidan tasvirga olingan videolarda ulkan to'pning kuchli shamol ta'sirida xuddi o'yinchoqdek tezlik bilan shahar ko'chalari bo'ylab dumalab borayotganini ko'rish mumkin. Tabiiy ofat fonida yuzaga kelgan bu noodatiy hodisa yo'llardagi harakat xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'dirdi. Hozirda mahalliylar va tegishli xizmatlar ushbu noodatiy qochoq to'pni bartaraf etish choralarini ko'rishmoqda. Indoneziyaning Sulawesi orolida 6,7 magnitudali kuchli yer silkinishi qayd etildi. 1 daqiqadan ko'proq davom etgan kuchli tebranishlar aholi o'rtasida jiddiy vahima keltirib chiqardi. Video kadrlarda yer qimirlashi paytida mahalliy cherkovlardan birida yig'ilgan odamlar sarosimaga tushib, zudlik bilan ko'chaga qochib chiqayotgani aks etgan. Shuningdek, Palu shahridagi shifoxonalardan bemorlar ehtiyot chorasi sifatida ochiq havoga evakuatsiya qilingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yer silkinishi oqibatida kamida bir kishi halok bo'lgan. O'nlab fuqarolar turli darajada jarohatlangan. Hududdagi turar joylar, bir nechta hukumat binolari, ko'priklar hamda 6 ta cherkov va masjidlar jiddiy shikastlangan.